Bugun Mehribonning bitta sinfdosh qizining tug'ilgan kuni bo'ldi-da. Gruppaga ustoz rasm tashlagan. Hozir o'sha rasmlarni qo'yaman. Sizlar ham bir ko'ringizlar. Shuncha darajada o'ylanib turibdi, bilmayman nimani o'ylayapti, bilmayman. Necha kundan beri dadasi bilan gaplashadi. Dada tug'ilgan kunimga kelasizmi? Dada tug'ilgan kunimga kelasizmi deydi. Dadasi ham, "Ha, boraman, tug'ilgan kuni boraman, qizim, qarab turasan. Tug'ilgan kuni boraman" deyapti-da. Lekin kela olmaydi tug'ilgan kuniga. Ko'ngli o'ksinmasin deyapti-da. Orzulardan kechishga majburlar hayot. Chunki ular kulishi uchun mas'ul inson sen. Oilam orzusi uchun bugun bir chetda, o'z orzularidan kechgan o'sha men.